Bir go'zal hikoya bor. Bir kuni daraxtdan zerikkan barik shamolning ozginagina o'ynatganiga ishqiboz bo'lib, daraxtdan uzilib uni tark etibdi. Avvaliga shamol barikni 2-3 kunlab rosa o'ynatibdi. Bu holat esa barikka yoqibdi. Hayotim bo'ldi, yaxshi bo'ladi deb o'ylab, daraxtni ustidan rosa kulibdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, shamol barikni o'ynatib zerikkanidan uni shamolni yaxshi ko'rishiga yoki uni hurmat qilishiga qarab o'tirmay, yer bilan bitta qilib uni tashlab yuboribdi. Barik 2-3 kunlab yerda tuproqqa qorishib yotibdi va u o'ylabdi: men shamolning gapiga kirib, o'zimning yolg'iz bir himoyachimdan ayrildim. Daraxtda jimgina osilib turaversam bo'lardi, deb pushaymon qildi. Qizig'i, barik haqida emas. Hikoya qisqacha bo'lsa ham, lekin katta ma'noga ega. Shunaqa gap.